Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti axborot texnologiyasi kafedrasi o'qituvchisi Xolbekov Abdusattor Muhammadovich. Bugun biz sizlar bilan texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Reja quyidagilardan iborat: sanoq sistemalari, kompyuter xotirasi, axborotlarni kodlash. Raqamli axborot nima? Raqamli axborot bu 0 va 1 dan tashkil topgan, kompyuterning asosan ishlash prinsipi 0 va 1 dan tashkil topgan sanoq sistemasida ishlaydi. Bu sanoq sistemada barcha ma'lumotlar, ya'ni matnlar, videolar, audiolar, barcha ma'lumotlar shu sanoq sistemasi asosida qurilgan bo'ladi. Bu ma'lumotlarni kompyuter tushunadi va qayta ishlaydi. 0 bu mantiqiy fels, ya'ni yolg'on qiymatni ifodalaydi. 1 mantiqiy, ya'ni tirik, rost holatni ifodalaydi. Kombinatsiya bu 0 va 1lardan tashkil topgan axborotlarni tasvirlash usuli hisoblanadi. Bunda asosan 0 va 1lar kombinatsiyasi o'zaro qatnashadi. Sanoq sistemalari turli davrlarda, turli xalqlarda turlicha foydalanilgan. Biz hozirgi davrda foydalanayotgan sanoq sistemalari, ya'ni 2lik, 5lik, 8lik, 10lik, 16lik sanoq sistemalarini foydalanamiz. 2lik sanoq sistemasi bu 0 va 1 raqamlarni tashkil topgan bo'ladi. U kompyuterning asosini tashkil qiladi. 10lik sanoq sistemasi bu asosan 10 ta raqamdan, ya'ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlardan tashkil topadi. 16lik sanoq sistemasi asosan 16 ta, ya'ni raqam va belgilardan tashkil topadi. Bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va shundan so'ng lotin alifbosining bosh harflari, ya'ni A, B, C, D, E, F harflaridan tashkil topadi. Bu yerda lotin alifbosidagi bosh harflar o'z navbatida, masalan, A 10 ni, B 11 ni, C 12 ni, D 13 ni, E 14 ni, F 15 ni ifodalaydi. Kompyuter dasturlashda bu sanoq sistemasidan foydalaniladi. Kompyuterlar va ularning turlari. Kompyuter lotin inglizcha kompyuter so'zidan olingan bo'lib, hisoblagich, ya'ni ma'lumotlarni qabul qilish, saqlash, uzatish, qayta ishlash uchun foydalaniladigan qurilma bo'lib hisoblanadi. Kompyuter turlariga qarata quyidagilarga bo'linadi. Ya'ni mini kompyuterlar, portativ kompyuterlar, shaxsiy kompyuterlar, server kompyuterlar va super kompyuterlarga bo'linadi. Bular o'z navbatida kompyuter turlariga misol bo'la oladi. Axborot va uning o'lchov birliklari. Informatika kursida, fizika, matematika kursida tanishganimizdek, o'lchov birliklari kabi informatikaning ham axborot o'lchov birliklari mavjud va ular quyidagilardan iborat: bit, bayt, kilobayt, megabayt. Bit axborotning eng kichik o'lchovi bo'lib, u 0 va 1 ni ifodalaydi. Bayt 1 bayt 8 bitga teng. Belgilarni kodlash uchun ishlatiladi. Keyingi axborot o'lchov birligi kilobayt, ya'ni 1 kilobayt 1024 kilobaytga teng. Undan keyingi axborot o'lchov birligi esa megabayt, ya'ni 1 megabayt 1024 kilobaytga tengdir. Matnli axborotlarni kodlash. Kompyuterda ishlash jarayonimizda axborotlarni kodlash usullariga duch kelamiz. Shulardan biz matnli axborotlarni kodlash. Quyida biz ASCII kodlash usuli, ya'ni American Standard Code for Information Interchange, ya'ni Amerika standartlashtirish davlat kodi bo'lib hisoblanadi. Har bir belgi 7 ta bit bilan ifodalanadi va ingliz tili uchun yetarli bo'ladi. Keyingi axborotlarni kodlash kodi matnli, ya'ni Unicode. Har bir belgi 16 ta bitlik ko'p belgi bilan ifodalanadi. Asosan bu kodlash usuli barcha tillarni qo'llab-quvvatlaydi. Grafik axborotlarni kodlash. Biz grafik axborotlarni kodlashda quyidagi raster va vektorli grafik kodlashda foydalanamiz. Raster
bu piksellardan iborat. Har bir piksel rang kodini ifodalaydi. Vektorli, geometrik shakllardan iborat. Asosan bu yerda o'lcham o'zgartirilganda sifat yo'qolmaydi. Rangli axborotlarni kodlash. Rangli axborotlarni kodlash quyida biz RGB ya'ni red, green, blue ya'ni qizil, yashil va ko'k ranglarning kombinatsiyasi. Asosan bu rang monitorlar uchun foydalaniladi. Keyingi rang esa SMYK ya'ni mavi, qizg'ich, yashil va qora ranglarning kombinatsiyasi. Printerlar uchun asosan bu ranglardan foydalaniladi. Ovozli axborotlarni kodlash asosan quyidagicha bo'ladi. Ya'ni analog axborot kodlash va raqamli axborot kodlash. Analog kodlash bu uzluksiz to'lqinlar orqali ifodalanadi. Diskret raqamli kodlash esa ya'ni raqamli diskret qiymatlar bilan ifodalanadi. Bunda MP3 va formatlari demak foydalanadi. Video axborotlarni kodlash uchun quyidagi ikkita ya'ni axborot kodlaridan foydalanamiz. Ulardan birinchisi kadrlar, ikkinchisi kompressiya. Kadrlar video ketma-ketlik bo'lib hisoblanadi. Kompressiya esa fayl hajmini demak kichraytirish usulidir. Hurmatli tinglovchilar, bugungi o'tgan mavzu shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.